Xalqaro islomshunoslik akademiyasi. Birinchi kurs turizm va mehmondo'stlik magistrant talabalari Islom sivilizatsiya markaziga tashrif buyurdik. Bu obyekt bizda juda katta taassurot uyg'otdi. Unda sharqona uslub va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligi bor. Bizni professor Ilhomjon Bekmirzayev ustozimiz bu manzilgohni talabalar uchun kashf qilishga yordam berdilar. Hozirda men so'zlab bermoqchi bo'lgan hikoya Islom sivilizatsiya markazining muzeyiga bo'lgan tashrifimizdan lavhalar. Muzey haqida batafsil, tushunarli tarzda videolar va ma'lumotlarni keyinroq o'zingiz guvohi bo'lasiz. Assalomu alaykum. Mana bugun sayyor darsimiz nihoyat bugun sizlar bilan Xastimon majmuasiga tashrif buyurdik. Bugungi rejalarimiz O'zbekistondagi mana ko'rib turganingizdek Islom sivilizatsiyasi markazi, bu yoqda Xastimon jome masjidi, keyingi rejamizda orqada Qaffoli Shoshiy hazratlarini qabrlarini ham ziyorat qilib, chiroyli demak duolar qilamiz va qolaversa bugun O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazi direktori o'rinbosari Gulnora G'aniyeva ham bizni kutyaptilar. Hozir to'g'ridan to'g'ri yo'qda oldiga borib sivilizatsiya markazini ochilishi, u yerda turizm bo'limi bor. Turizm bo'limi nimalar bilan shug'ullanishligi, ko'proq nimalarga e'tibor qaratishligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Gulnora opadan iltimos qilib ko'ramiz, agar xo'p desalar imkoniyat topsak balki markazni ichiga ham kirarmiz. Sarvinoz bo'lmasa mana shu yerda o'zini chiroyli qilib aylanamiz. Juda katta ishlar bo'lgan, mana ko'rib turibsiz. Juda katta qurilish tez fursatda, demak deyarli 6 yil 7 yillik qurilish, 2018-yilda boshlangan harakat mana 7 yil deganda o'zini nihoyasiga, hali ishlar ko'p, nihoyasiga yetkazildi. Mana ko'rib turganingiz juda katta maydonga aylantirilgan, atrofi hammasi o'sha dars jarayonida gaplashganimizdek, demak turistik va sharqona kayfiyat berilgan. Aynan bugungi mavzuyimiz ham o'zi O'zbekistonda turizm istiqbollarini belgilash va ularni oldida yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimini tahliliga bag'ishlangan edi. Aynan o'ylaymizki, bu sayyor darsimiz hammamiz uchun manfaatli bo'ladi. Nima deysiz Nargiza? Qo'shimchalar bormi? Yo'q. Davom ettiramiz, keyin qolganini yana to'ldirib boraveramiz. Rahmat. Magistrlar, mana aynan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazini yonida turibmiz. Bu markazni ichi asosan 3 qismdan iborat. Demak, birinchisi islomgacha bo'lgan davr. Demak, aynan o'sha islom kirib kelgungacha O'zbekiston hududida qanaqa tarix bo'lgan, qanaqa dinlar, qanaqa qadamjolar va ana shu haqida ma'lumot beruvchi eksponatlar joylashgan va qolaversa eng zamonaviy texnologiyalar asosida bunyod qilingan. Ikkinchi qism islom davri, o'sha qachon islom O'zbekiston hududlariga kirib keldi, olimlar, allomalar, qanaqa olimlarning asarlari, ilmiy meroslari mavjud va qolaversa uchinchi qism, 4 qism ekan, kechirasiz. Uchinchi qism totalitar tuzum davridan to ana shu 16-15-yillargacha bo'lgan davrni qamrab oladi va oxirgi qism yangi O'zbekiston qismi, aynan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev paytlarida, prezidentimiz paytlarida qanaqa ishlar amalga oshirildi, qanaqa islohotlar qilindi. Xullas, juda katta kompleks joy bo'lgan. Asosiysi o'ziga xos jihatlarini ham aytib o'tishim kerak. Ya'ni muzeyshunoslik sohasida neo texnologiyalardan foydalanadi. Neo texnologiyalar deganda o'sha sun'iy intellekt orqali allomalarning shakli, shamoylari shakllantirildi. Ularni 1-2 daqiqalik roliklari e'lon qilingan. Buxoriy deysizmi, Termiziy deysizmi, Marg'iloniy deysizmi va qolaversa juda katta ekran, eng
markazni eng o'ziga xos xususiyati bu yerda aynan Usmon mushafi va o'sha Usmon mushafiga tegishli bo'lgan Qur'onning eng qadimgi qo'lyozma nusxasi uchun alohida joy ajratilgan Qur'on bo'limi bor. 200 dan ortiq Qur'onning sharhlari, tafsirlari, tarjimalari ham joy olgan. Eng demak mehmonlarni o'ziga tortadigan joyi mana shu bo'lsa kerak deb hisoblayman. Davom etaylik, kuzatishda davom eting. Hali yana fikrlar, ma'lumotlar bo'lsa o'rtoqlashamiz. Fikrlar yo'qmi? Shamilgul? Hamma joyda Sadulxon. Usmon mushofini asli Qasimondir, bu yerda nusxasini shunday. Asimovdagi shu yoqqa o'tdi. Keyin yana bitta o'ziga xos narsa bo'ldi, Nargiza. Ka'ba po'shini olib keldi. Eski qadimgi o'sha haqiqatda Ka'baga yopilgan Ka'ba po'shini bir qismini olib kelindi, u ham bu yerga joylashtirildi. Keyin eng qadimiylardan o'sha Somoniylar davriga oid bo'lgan, keyin eng qadimgi qo'lyozmalar nusxalari joylashtirildi. Lekin bir narsani esdan chiqarmanglar. Mana turizm sohasida faoliyat yuritasizlar, kelajakda bitta muzeyni 1 yil 2 yilda to'ldirish qiyin. Mana men Frankfurtda bo'lganda, Germaniyaning Frankfurtdagi davlat muzeyi 30 yil deganda takomilga yetgan. 30 yil. 30 yil deganda muzey kerakli eksponatlar bilan to'ldirilgan. O'shanda ham so'raganda 100% bo'ldimi desam, yo'q. 90% eksponatlarimiz ta'minlangan. Yana 10% hali dunyodan olib keladigan eksponatlarimiz bor degan fikrni bildirgan. Shuning uchun joy tayyor. Faqat endi buni eksponatlar bilan yillar davomida nima qilinadi? To'ldirib, takomillashtirib boriladi. Yana ham juda katta quvonchli holat, oxirgi 2 yil 3 yilda kerakli eksponatlarni bera oldik bu yerda. Bor, hozir kelgan turist qaysidir ma'noda zavq oladi, lekin bu kam. Mana o'zi aynan Nargizaning sohalari, to'g'rimi? Bu sohani yana ham zavq olishlik uchun eng noyob, eng antikvar, eng qadimiy eksponatlar bu yerdan joy olishlik kerak. Butun O'zbekiston Respublikasi doirasida. Nima deysham? Zo'r. Masalan, chet ellar boshqalardan olib kelishtirish kerak. Saronas. Oysot nima deysiz? Fikrlar bormi? Birodar, ketdik. Endi hozir ilmiy tadqiqotlar bo'yicha direktor o'rinbosari Gulnora G'aniyevaning suhbatiga boramiz. U kishida yana bir qo'shimcha ma'lumotlarni eshitamiz. Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi. Hozirgacha hammasi yaxshilikka bo'ldi. Endi bundan keyin yaxshi bo'lish kerak. Islom sivilizatsiyasi markazida ta'mirlash jarayoni hali to'liq tugallanmaganligi sababli bu yerga kirish vaqtincha taqiqlanadi. Ammo bizni Ilhomjon Bekmirzayev ustoz ruxsatnoma shakllantirgani holda muzey direktoridan so'rab bu yerga olib kirishdi. Ammo sizlarda video orqali bahramand bo'lish imkoniyati mavjud. Masalan, asosiy muzey hisoblanadi va undan tashqari yuqorida kutubxonamiz joylashgan, laboratoriya bo'ladi, xattotlik markazi, samarqand hozir ishlab chiqarish ustaxonasi bo'ladi bu yerda va yuqori qavatda turli xil ofislar ham bo'ladi. Bolalarimiz juda ko'p, masalan, UNESCO tashkiloti shu yerda ishlaydi. Bundan tashqari ISISCO, Turksoy, Persika boshqalar ham xuddi shu yerda joylashib faoliyatlarini olib borishadi. Deganda bu islom fan, madaniyat, ta'lim bo'yicha nafaqat O'zbekistonda, balki dunyodagi yirik markazlardan biri bo'ldi. Bir vaqtlar Baykalga bo'lgan akademiyasi deymiz, bu ham hozirgi davrdagi akademiya bo'ldi. Faqatgina islom tomonidan emas, balki dunyoviy tomondan ham bu yerda ma'lumot beriladi. O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham diniy ilmlar, ham dunyoviy ilmlar rivojlanishiga hissa qo'shish kerak. Muzey shunchaki bu tanishtiruvchi vosita emas, lekin bundan tashqari tashkiliy ishlarda ham islom sivilizatsiyasi markazi faol bo'ladi. Shu vaqtgacha hali ochilmagan bo'lsa-da, juda ko'plab tadbirlar o'tkazilmoqda. Bitta kelganda 300 ta, 500 ta olimlar jalb etilmoqda. Va ular bilan biz ko'p tomonlama hamkorlik aloqalari qurganmiz. Endi 2017-yil maxsus qaror asosida Islom madaniyati markazini tashkil etishga harakat boshlandi va o'sha yili
sivilizatsiya markazi deb aytaylik degan taklif bo'ldi va o'sha qarorga ozgina o'zgartirish qilindi. 21-22 yillarda ham ustida yana qo'shimcha normativ hujjatlar qilindi va hozirgi kunda mana bosqich arafasida. Inshaalloh 21 mart sanasi tarixiy voqealarga boy bo'ladi. Birinchidan bu Navro'z nishonasi, ikkinchidan hayitga to'g'ri kelishi ehtimoli bor. Uchinchidan bu sivilizatsiyaning rasmiy bosqichi marosimi bo'ladi. Kamida 5-6 davlat prezidentlari ham ishtirok etishi kutiladi. Chunki bu faqatgina O'zbekistonga taalluqli joy emas. Turkiya prezidenti ham ishtirok etishi mumkin. Shu asosida boramiz. Demak, 17-yildan boshlandi mana ko'rturisida, balki birinchi marta ko'rturisida bu Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan bo'lyapti. Shuning uchun mana himoyasida so'zlar yozilgan, suratga olishgan. Endi mana nima bu to'g'ri tanishtirib berolmay, tushunib qilmagansilar, vaqtlarni hisobga olamiz. Emas, yaqindan borib mana kamerani tushirishinglar mumkin. Mozaika. Toshlardan Hay, men borman. Ma'lumotlar beriladi ajdodlarimiz haqida. Juda ko'p shunaqa ma'lumotlarimiz bor. Bular hammasi aqlli. Ba'zilari bilan suhbatlashish mumkin. O'zingiz haqingizda o'zi tuzatishgan, turli xil bahslar bo'lgan. O'sha davr ilm fan millimetrlar bo'yladi. Ilmning o'sha bo'linish joyida o'rnatilgan hisoblab bergan ekanlar ular. Hammasi matematika, agronomiya qoyil qolish kerak. Masalan, suv mana bu nisbatga yetsa, mana shuncha masofada hosil yetishtirilmasin, ekmaylar o'rib. Undan so'ng mana bu turdagi boshoqni ekishinglar mumkin. Masalan, g'alla yoki boshqa. Agar suv bundan ko'ra mana bu darajaga ko'tariladigan bo'lsa, g'alla emas, paxta ekinglar. Shunda hosil yaxshi bo'ladi. Agar mana bu daraja bo'lsa, mana shu hududlarda sizlar boshqa dori ekinlarni ekishinglar mumkin yoki poliz mahsulotlarni yetishtirishinglar mumkin. Bu yerda qancha mana hisob-kitoblari borda, o'zi emas. O'sha vaqtda Al-Xorazmiy buni tayyor dasturxonni berganda, Misrning xo'jaligi rivojlanishiga katta yordam berdi. Bitta misolni qo'yib o'tdim. Bundan so'ng ko'rsatilgan hadislarni mana ustoz o'zlari yaxshi biladilar. Soxtalashtirishga, islom diniga qarshilik qiladigan, g'ayrat qiladiganlar ko'p edi. Hattoki dinni butunlay yo'qotishga harakat qilganlar bo'lgan. O'shaning uchun ham yolg'on hadislarni rostlaridan ajratishga ehtiyoj tug'ilgan. Va ular shunga butun umrlarini sarflashdi. Masalan, bu yerda onasini xizmatini qilish mumkin edi, oila qurib yashash mumkin edi, boshqa sohada faoliyat yuritish mumkin edi, lekin umrini mana shunga sarflab, asosan shaharma shahar, qishloqma qishloq sarson bo'lib yurishgan. Bitta hadis uchun qancha kilometrlar joylarga borishgan va 70 mingdan ortiq hadisni yod olib, bundan 4 mingdan ortig'ini kitobga yozishgan. Bundan tashqari bunga qo'shimcha asarlar ham borda. Masalan, mavzu bo'yicha hadislar ajratilgan, roviylari bo'yicha kitoblar qilingan, tarixga tegishli kitoblari bor. Imom Buxoriy degani faqatgina bu hadis kitobini yozgan odam emas, hadisga tegishli boshqa tarixiy nabaviy tomonlarni ham, odob tomonlarini ham yozganlar. Mana buni eslatamiz, ovoz bering. Men Muhammad Ismoil o'g'li Buxoriy ilm va ma'rifat istagida o'z yurtimni tark etib, musulmon olamining turli shahar va qishloqlarini kezdim. Muqaddas dinimizni botil g'oyalardan tozalashga
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning eng ishonchli sara hadislarini to'plab islom ummatiga yetkazishga butun qalbim bilan intildim. Unutmangki, rostni yolg'ondan, haqni botildan ajratish uchun kecha-yu kunduz tinim bilmasdan mehnat qilmoq lozim. Shu bois har doim ogoh bo'ling. Johillarga, buzg'unchi aqidalarga ergashishdan saqlaning. Ezgulik va adolat hayotingiz a'moli bo'lsin. Muhammed Ismoilulu Buxoriy g'ilm men bilim g'ub o'z elimde tastab, musulmon alemining turli qalalari men avullarini gezdim. Qasiyetli dinimizde жалған ideyalardan tazartuğa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin eng senimde tangdavlı hadislerini jinap İslam ümmetine jetkizуге бүкіл жүрегіммен ұмтылдым. Unutpаңыздар, шындықты өтіріктен, ақиқатты жалғаннан айыру үшін күндіз түні тыным білмей еңбек ету қажет. Сол себепті әрқашан абай болыңыз. Надандыққа, білдіруші ақидаларға еруден сақтаныңыз. Ізгілік пен әділет өміріңіздің басты мақсаты болсын. Bundan oldin ham rivojlangan edi. Ba'zan meditsina aksiyalariga kelib chiqqan edi, lekin medikus so'zi Yevropa tillariga xos. Ustozdan bir eshitgan ma'lumotim bor edi, haqiqatdan Tizimlashtirib hozirgacha menga ta'sir qiladi. Masalan, Qur'on tafsirida ham yozganda bu kishi suralarni tafsir qilgan o'shanda Falaq surasida nima uchun Nos surasida nima uchun haligi roblik sifati iloh sifatidan boylik sifatidan birinchi keladi. O'shanga buni sharh yozgan ekanlar. Yuzlab sahifalardan iborat bo'lgan. Tushuntirish beriladi. Chunki Allohu birobbin nas degani malikin nas degandan ko'ra ilahin nas deyishdan ko'ra o'sha insonlarni egasi yoki ularga iloh sifatidan ko'ra murabbiylik sifati ustun. Qachonki insonlar tarbiya topsagina ilmli bo'ladi, o'shandan keyin ularning ibodati kamolotga yetadi. Allohni shunda yaxshiroq taniydi degan ma'noda sharh yozgan ekanlar. Shu darajada e'tibor bergan olim. Ibn Sino bo'lmasa tibbiyot sohasi, lekin ko'rib turibsizlar, islom bilan bog'langan. Yaqinda Nur surasini ko'rdik. Nurni ham juda ajoyib sharhlagan ekan. Kecha konferensiyada o'shani gapirib ko'rdik. Nur surasida Nurullohi ala insonlardan nur aliga misbohning ichida, misboh esa tokchada. Misboh zujajani ichida degan. Oyat keladi-ku, zujaj. Insonni zujajdan murod insonning tanasi bo'ladigan bo'lsa, Ibn Sino aytayaptiki, inson qalbida Allohning nuri bor. Shuni o'chib qolishligiga ehtiyot bo'lish kerak. O'chgan kuni, xiralashgan kuni dard ilashadi insonga degan g'oyani. Masalan, nega sayoq yurma deydi, bizni ham aytadi-ku, jin chalib qo'yibdi deydi. O'sha qilgan naqalarni kasrdek bo'ldi. Bundan battar bo'lish kerak deb qo'yadi ba'zilar. Ibn Sino o'shani aslida Nur surasini tafsirida Alloh taologa mana shu zujajda belgilamagan deb turib, men o'shani ko'rib qoyil qoldim. O'sha bizda tafsir bo'lgan-ku. Turkiyada bor ekan. Savol ustoz, mana shu shisha ichida lekin moyi bor. Bu zayti sharqiy ham emas, g'arbiy ham emas. Ana shuni sharhlagan ekan. Ana shu yergacha yetib kelmadim. Lekin joyida ham o'zi mana. Hozir. Allohu nurus samawati val ard. Allohning nuri osmon va yerlarni qamrab oladi. Uning masalan nurihi, uning nuri kamishkat. Mishkat o'sha tokcha. Fiha misbah. Endi u yerda xuddiki bir lampa turibdi. Al misbah fi zujaja. Ana shu lampa bir shishalik idishning ichida. Endi az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Bu ya'ni ana endi deyapti bizlar e'tibor qiling. Ana shu zujajaga nega Alloh taolo aynan urg'u beryapti? O'sha zujaj inson tanasi deydi. Falsafiy yo'lda insonning tanasi. O'sha uchun deyapti.
kiradigan yo'l faqat nur kirgan. Faqat u yerda ongni, fikrni, miyani sog' saqlash bilan, qalbni ushlash bilan, keyin asosiysi deyapti, e'tibor bilan, intibah bilan, konsentratsiya bilan u dardni o'zidan uzoqlashtirish mumkin degan g'oyani ilgari surgan ekan. Endi shuni Qur'onni tushunishdagi talqinlar boshqacha bo'lgan ekan. Bir maqolasini tashladi inglizcha. To'plamini sizlar tashlab shug'ullangan fanlardan ko'ra shug'ullanmagan fanlari ozroq. 11 asr 20 asr degan va Mahmud G'aznaviy ham Xorazmga borganda shaxsan shu insonni topib ular bilan ko'rishni istagan va o'zi bilan Hindistonga olib ketgan. Umuman G'aznaviy qisqa davr ichida katta saltanat tuzishida Hindistonga borib u yerga islom madaniyatiga yoyilishida berilgan xizmatlari bor. Hindiston asarini yozganlar o'sha vaqtda va hindlar ham tan beradiki, bizning tariximizni o'rgatadigan ikkita manba bor, boshqa birorta manba ularga tenglasha olmaydi. Bittasi Beruniyning Hindiston asari bo'lsa, ikkinchisi Boburning ikkalasi o'z-o'zligida yozishgan. Yani oldin rus tilida bor edi. 73-yil yubileylari nishonlangan, 1000 yillik. Undan keyin yana nishonlandi, 1050 yillik, 2000-yil. O'shanda ko'rganman, juda ko'p kitoblari nashr etilgan. Afsuski, kam sonda ekan. Hozir topish qiyin. Mana bilasizlar. Endi tarixni o'zgartirib bo'lmaydi, agar desam to'g'ri, bunga imkoniyat berilganda Mo'g'ullarni tasdiqqa olardi. Chunki ozgina saqlanib qolgan qo'shin bilan ham Chingizxon qo'shinlarini 10 marotabadan ortiq mag'lub etardi. Jaloliddin vafot etgandan so'ng ham uni nomidan qo'rqib turishgan. Qayerdadir shu nomni eshitib qolsa Mo'g'ullar qo'rqadi. Shu darajada bizning qahramonlarimiz bor. Amir Temurni yaxshi bilasizlar, Temuriylar birlashib mahalliy amirlarni ta'siri ortgan. Ana o'sha davrda bu kishining amakisi Shahrisabzda bek bo'lgan. Undan keyin Shahrisabzga bular tayinlanganda, saroyda xizmat qilganda, qarindosh bo'lganlar, mana kuyov hisoblanadi Mo'g'ullarga. Sekin-sekin hokimiyatga kelgan, lekin bir haqiqatni aytish kerakki, Amir Temur hukmdor bo'lmagan, taxtga o'tirmagan. O'sha davrda Chingiz avlodi bo'lmasa, Chingizga merosxo'r bo'lolmaydi degan fikr bo'ldi. Nimaga deganda, bizning yerlarimiz Chingizxon mulki deb hisoblash odatga aylanib qolgan, inson tafakkuriga singib qolgan. Shuning uchun uni avlodidan boshqa hech kim bunga ega bo'lolmaydi. Shuning uchun kimdir keladigan bo'lsa, tan olishmagan. Bu legitimlik masalasi juda ham jiddiy masala. Shuning uchun Amir Temur soxtaxon tayinlagan. Undan keyin ham mana Qo'qon xonlari taxtga o'tirganda o'zini Bobur bilan bog'lashga harakat qilgan rivoyatga ko'ra. Va bizda munosib odam bo'lmaganda Astraxandan kelganlarni taxtga olib chiqishgan. Nega deganda Jurjini avlodi bo'lgan. Shu darajada Chingizliklarning ta'siri bizga 19-asrgacha yetib kelgan. Buxorodan deyishadi, haligi qadimgi olimlarga boradi nasli, anaqada bor, Ibn Xaldunda bor. Amir Temur bilan suhbatlashadi, bizni onamiz ham shu buyuk insonlarga borib taqaladi ajdodi degan fikrlari bor. Muqaddima asarida keltiriladi. Savollar bormi? Yo'q. Muqaddimani o'qib chiqinglar. Bu Bahovuddin Naqshband kabi shaxslarimiz tasavvufga e'tibor berishgan. Tasavvuf nima uchun shakllarda mani shaxsiy fikrim dunyoga berilib ketmasligi kerak, ishq Allohga bo'lishi kerak birinchi navbatda va bu umrni imkon qadar ibodat bilan, taqvo bilan o'tkazish kerak deshadi. Nimaga deganda, mana islom yangi kirib kelganda juda qisqa vaqt davomida butun atrofga yoyildi. Bizda birorta imperiya Fransiyagacha kirib bormagan, lekin arablar kirib borishdi. Nimani hisobiga desa, ular din uchun xolis xizmat qilishadi. Jihod qilsa xolis bo'lgan, hech qachon pul uchun bo'lmagan. Qachonki xalifalikda askarlar shu o'ljani topadigan davomatini o'ylashni boshlagandan so'ng yemirila boshladi.
va Jaloliddin mag'lubiyatiga ham shu sabab bo'lgan. Uni qo'mondonlari o'ljani talashib, arazlab chiqib ketgan. Amir Temurda ham bo'lgan. Jangda kimdir mag'lub bo'lsa, o'zini odamlari o'zini molini tanib qochib ketgan. O'shaning uchun bizda Temuriylar parokanda bo'lib ketdi. Tasavvuf shuning uchun yetishib chiqdi. Molga e'tibor bermaydi, mehr qo'ymaydi. Taqvo bilan yashash kerak degan narsa shakllandi. Undan keyin odamlar juda ibodatga berilib ketdi, bu yoqda hunarmandchilik qolib ketdi-da, yana muammolar bor. Madaniy jihatdan o'sish bo'lmadi bizda va Naqshbandiy aytdilar. Ishlayver, lekin sani diling Allohdan bo'lsin. Juda ham mashhur bilasizlar. Ozgina isloh qildilar. Ana o'shandan keyin bizda yana o'sha mehnatga e'tibor kuchaydi. Taraqqiyot bo'ldi va men o'ylaymanki, Bahodir Naqshband 1318-yil tug'ilib, o'sha Amir Temur voyaga yetguncha ta'limotni yoygan bo'lsalar, Amir Temur davrida bizni mustaqil bo'lishimizda Naqshbandiyning xizmati bor. Agar odamlar faqat o'sha tarki dunyo qilib yashayverganda Amir Temur ham mustaqil qila olmasligi mumkin edi. Chunki bu bir kishining qo'lidan keladigan ish emas. Shaxsiy fikrim. Bu yerda boya aytib berdim sizlarga Polyak olimi Jan Yevreyev tuzgan Ulug'bek chap tomondan 3-bo'lib turibdi, o'rtada ularni. Bo'ylab osilgan nima bu? Ha, bundan uzun bo'yli edi. Shuni Ulug'bek deb Ulug'bekga tasvirlangan shu. Aliq ishchi bilan turibdilar. Aliq ishchi juda ham baxtli inson. Ulug'bekka shogird. Turk sultonini faxriy insoni. Haligi Konstantinopolni zabt etgan, ya'ni fath etgan to'g'ri bo'ladi. Mehmet II aziz insoni va hozirgi vaqtda Ayyub degan sahoba bor. Abu Ayyub Ansoriy. Ayyub Ansoriy o'sha insonning yonida dafn etilganlar. Bu sahoba Muhammad alayhissalomni uylarida mehmon qilgan, birga yashagan buyuk sahobiy hisoblanadi. Bobur masalan Hindistonga borib davlatimizda bironta bir bosqinchi bosib olgan joyini obod qilmagan, doim boylik tashiydi, xarob qiladi, lekin bular u yerni mullatishdi. Shuning uchun ham bizning bobolarimiz o'rgansa arziydigan, havas qilsa, taqlid qilsa arziydigan shaxslar hisoblanadi. Bular haqida eslamaslik, bularga muzey qurib targ'ib qilmaslik mumkin emas-da o'zi. Keyin Alisher Navoiy shoir bo'lsalarda davlat ishlarida qatnashib, har tomonlama millat uchun, davlat uchun xizmat qilganlar. Bu yerda qancha maktablar, ko'priklar, odamlar sharoiti uchun tahoratxonalar, karvonsaroylar qurdirgan, madrasalar qurdirgan, talabalarni shaxsan ta'minlagan. Mana hozirgi vaqtda haligi millat umidi jamg'armasi bor-ku, buni o'zlari bunga tashabbus qilishgan. Pul ajratib o'qitishgan. Shuning uchun mana Kamoliddin Behzod yetishib chiqdi, Mirali Tabriziy, Sulton Ali Mashhadiylar yetishib chiqdi. Va hozirgacha Sulton Ali Mashhadiyning asarlari dunyo kolleksiyalari muzeylarida eng nodir kitob sifatida saqlanadi. Jadidlar faoliyati ham shu bilan bog'lanib ketgan. Jadidlar ham jamg'armalar tashkil etishgan. Masalan, jamiyati xayriya Munavvar qori tomonidan tashkil etilgan, taxminan 1910-yillarda adashmasam, va tushgan mablag'ga iqtidorli talabalarni yig'ib Turkiyaga, Germaniyaga, boshqa joylarga jo'natishgan va o'qib kelganlar bu yerda davlat faoliyatida, davlat xizmatida band bo'lishgan, lekin afsuski ular ko'pchiligi qatag'on bo'lib ketdi. Fayzullo Xo'jayev ham aytgan ekanlar, Germaniyaga borishganda biz mustaqil bo'lishimiz kerak, sizlarga tayanamiz, bo'shashmanglar, bolalar degan fikrlar bo'lgan. Endi buni yetkazishgan va Fayzullo Xo'jayev, uning shogirdlari hammasini keyin osib tashlashgan. Bunaqa endi ichkari ekranimiz bu yerda. Bu marmar, haqiqiy marmar ekan. Ko'rinishda tashkil etildi.
shaharlarimiz, odamlarimiz haqida tasavvur beradigan turli ko'rma tasvirlar bor. Eksponatlardan gapiradigan bo'lsak, mana birinchisi tosh qurollar hisoblanadi, o'nchilikda foydalanishgan. Mana bu yerda Qoyatosh suratini ko'rish aytiladi. Selang'or g'ori bundan 100 ming yil oldin ham odamlar yashagan deydi. Undan so'ng mana Teshkitosh g'ori bor, Obrahmat, Nachay degan yodgorliklar bor. Bu paytda endi to'da bo'lib yashalgan, sekin-sekin yurishib va bu yog'iga haligi urug'chilik, davlatchilik tashkil topgan deyiladi. Endi inson paydo bo'lishini dunyoviy diniy tomonlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi, inkor etadi. O'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, mana Qur'onda aytiladi, odamni yaratmoqchiman deb Alloh taolo Baqara surasida aytganda, farishtalar ular qon to'kadi-ku, biz ibodat qilamiz deydi. Demak, farishtalar bu yerda qon to'kadigan mavjudot bo'lganini, odam kabi boshqa mavjudot yashaganini xabar bo'lgan, ko'rgan. Chunki farishtalar Alloh ilm bermasa, o'zidan o'zi bir narsani bilmaydi, g'aybni kelajagini bilmaydi. Buni qattan bilamiz. Odam alayhissalomni imtihon uchun chaqirganlarida o'sha mana nima deb nomini so'raganlar aytib beradi, farishtalardan so'raydi. Sizlar aytib berilsa, biz faqat sen bildirgan narsani bilamiz, boshqa narsani bilmaymiz deydi. Demak, men o'zimni xulosam, insonlardan oldin inson kabi mavjudotlar bo'lgan. Shuning uchun haligi maymun sifat deydigan, haligi antropologik tuzilishi boshqacharoq bo'lganlarni bizni ajdodimiz deyishga to'liq asos yo'q. Haligi evolyutsiya nazariyasi rad etishga arziydi. Nimaga deganda, mana 1000 yillar vaqt o'tyapti, o'zgarib ketayotganimiz yo'q biz. Shunaqa narsa. Bu yerda mana san'atni ko'rasizlar. O manzarasi chizilgan. O'sha vaqtda bizda tasviriy san'at yuzaga kelgan 10 ming yil avval, bu mezolit davriga to'g'ri keladi. Mana bu pastki qismida uchburchak narsa turibdi, xuddi bunday etagini bunday ikki tomonga cho'zgan odamdek. Bu nima desak, teri yopingan va ov qilishda bu ishtirok etyapti. Bu oddiygina tasvir emas. Bizning ajdodlarimiz o'sha vaqtda oddiy ov qilishda ham o'ziga xos taktika asosida uyushqoqlik bilan harakat qilishni bilgan. O'zboshimchalik bo'lmagan. Demak, bizni o'sha ota-bobolarimiz uyusha olgani uchun ham keyinchalik katta davlatlar tuzdi. Masalan, turk millati dunyoning katta qismiga hukmron bo'lgan. Hindistonda 1000 yillar davomida turklar boshlig'i bo'lgan. Eronda 1000 yillar turklar boshlig'i bo'lgan. Safaviylar ham asli turklarga tegishli. Bu yerda mana hozirgi Kichik Osiyo, Rossiyaning hozirgi yerlari juda ko'p joyda turkiylar bo'lgan. Shuning uchun ham qo'rqishadi. Biz bobolarimiz endi. Demak, o'sha paytda uyushqoqlik ko'rib turibsizlar. Nima uchun teri yopindi desa, bu hayvon psixologiyasini tushunish. Agar siz o'zingizni kichkinagina jussangiz bilan hayvon oldiga borsangiz, qo'rqmaydi. Kelib sizni tutishi mumkin, hujum qilishi mumkin. Qanaqa qilib qo'rqitish mumkin? O'zingizni kattaroq qilib ko'rsatsangiz, u qo'rqadi. Hozir sherlar ham mana shunaqa. Sher oldiga katta narsa kiyib boring, qo'rqadi. Yoki kapalaklar kichkina bo'lib turadi, nimadir kelib qolsa, bunday qanotini ochib, haligi narsa qochib ketadi. Qanotida ko'z ta'siri bo'ladi. Alloh taolo o'zi shuning uchun yaratib qo'ygan. Shuni o'sha vaqtda tushunishgan. Bobolarimiz qanaqa aql bo'lgan, qanaqa taktika bo'lgan. Haykalcha hisoblanadi. Tosh davrlar, bronza yangi paydo bo'lgan eneolit davrlariga to'g'ri keladi. O'sha paytda yasalgan. Mani eshitishim bo'yicha bu yarim million juda katta summa. Bunaqada savdolar bo'ladi. Kristi Sufli savdolar bilan kuzatishadi, o'sha kimoshlarda olib kelishadi. Hozir hammasiga bitta to'xtalib o'tilmayman. Masalan, mana bu Farg'onadan topilgan bunday qimmatbaho toshlar bo'lgan. Sovetlardan oldin bu haligi podshohlik davrida edi.
Ular mustamlaka bo'lgan vaqtimizda topilgan va olib ketilgan. Bizlardagi nusxa. Tarix muzeyiga borsanglar ham nusxasini ko'rasizlar. Bu ham Rossiyadamidi? Sovet davrini xoli Yo'q, bo'lgan. ko'pmi Rossiyada, Peterda bor. Aslimasi? Yo'q, asli emas ekan. bor. Mana Nima? Aleksandr kumush va oltin tangalar. Agar egasi mashhur bo'lsa, u juda qimmat bo'ladi. Mis bo'lsa ham qimmat bo'ladi, chunki Aleksandrga tegishli. Agarda egasi noma'lum bo'lsa, kichkina qishloqni podshosi, lekin kumush tanga chiqargan bo'lsa, misol uchun, u arzon yuradi, chunki uni hech kim taniydi. O'zi qishloq hokimi kumush tanga ham chiqazmagan. Chunki kumush tanga faqatgina yirik shaharlarda oltin faqat poytaxtda chiqadi. Ostodonni bilasizlar, tozalagandan keyin chochilib ketgan suyagini yig'ib shunga solib saqlagan. Asur. Dahma deb qo'yadi. Anaqada harakat qilib. Bu yangi Sharq xalqlari madaniyati, urf-odatlari va ma'naviy dunyosi kuchli ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda u tarixiy hamkorliklar va Adesto shaharida Turishgan. Himoyalash uchun shu baland joylarda turar joylar qurishgan. Va u yerda keyin saroylar paydo bo'ladi, ibodatxonalar paydo bo'lgan. Shunaqa qilib bizda rivojlanib. Oldin faqatgina turar joy bo'lgan. Sumani? Yo'q, sumani. Tez orada Baxtiriya darvozasi muzokaramiz. Baxtiriya darvoza. Bu Amudaryo deydi, ha? Bu paytda kattaroq bo'lganda. Ha, kattaroq bo'lgan. Hozir qanaqa? Judayam. Bu yerda haykalchalar bor. Bu xazina. Oltin xazina tomosha qilinglar keling. Oltin. Pichoq uchun g'ilof bu yerda. Aslida. Almashish bo'ladi. Bu odat. U nimadir beradi, biz ham nimadir berganmiz. Chetga borganda ham biznikilar olib borib sovg'a qilgan. Chunki savdogarlarimiz olib borib so'g'd ipak matolarini sotishgan. Va Yevropada ipak paxta juda qimmat bo'lgan. Endi sharqda bor ipak, Yevropada yo'q o'sha paytda. Ular uchun eng oldi kiyimlar hisoblangan. Shuning uchun chirib ketsa ham ular saqlab qo'ygan. Tashlab olishni uvol deb hisoblagan, chunki qimmat bo'lgan va u avloddan avlodga meros bo'lib qadrli buyum sifatida o'tgan va hozirgacha yetib kelgan. Biz sotib olyapmiz ularni. O'zimiz qachondir berib yuborgan narsani yana sotib olyapmiz. Hozir ko'rasizlar so'g'uz matolarini. Endi o'zimiznikida bu eski narsa deb qo'llatda qiladi, changlatda qiladi, ishlatadi yoki tashavoradi, to'g'risi. Namanganda ham Biz avlodlarimizni olamizda dushman hujumlari ko'p bo'lgan, uyigacha bostirib kirgan, xazinani qidirgan, bekitib qo'yish eng yaxshi bo'lsa yo'ltagi. Bog'chasiga qo'yib qo'ysangiz olib ketadi. Ertaga vaqt kelib qanday odam bo'lsa ham olib boshlaydi. Boshqasida qachondir qo'yib chiqadi. Aleksandrni Iskandar kelganda haqida Sputnik davri bor. Milatdan avval 300 yilga to'xtatib o'zimiznikida so'g'd deyishgan. Keyin Smarakanda ham gapirishgan. Mana shu Smarakanda so'zida hozirgi Samarqand so'ziga asos bo'lgan bo'lishi mumkin.
olib kelishdi, ko'proq bosildi. Odamlar hattoki 19-asrda ham o'zini uyiga guvalardan, sinchdan uy qurgan, lekin masjid uchun shig'ist olib kelib turib qurgan. Qadimgi bo'lishi mumkin. Men o'zim Samarqandda muzeyga borganimda 15-asr ipak matosini ko'rib, 1-2 asr. ko'zlarim katta-katta ochilib ketdi. Chunki 15-asr kiyimini ko'rmaganman. Lekin bu endi Xorazmda Zardushtiylik keng tarqalgan narsalar, isroillar bor. Umuman Zardusht yashagan joyni bahs qilishadi. Xorazm markazlari. O'ldirilgan qal'a. O'ldirilgan qal'ada samoviy yo'lda bo'lgan. O'shalarda kuzatuvlar bor edi. Juda xarob ko'rsatadi. Qayerda? Xorazmdami? Qoraqalpoqda. Bu nima sizniki ham? Hozir mana avtolik. Paxta yetishtirilib, yetkazilma O'zbekiston hududida o'zi inson kapitaliga qulaydi. Bizda e'tibor berib, har bitta odam yaxshi mutaxassis bo'lganda ko'p daromad topardik. Xizmatlarni qaytadan yaxshilamoqchi bo'lishganda hech kim majburdan chiqmasin. Endi haftaga shunchalik e'tibor berishdiki, yo'q masalalarimizda o'zi bizning bazarimizda mana hozir shuncha masalalarga ko'rasizlar, agar paxta guruh olsanglar menga shunday gilam to'qilishi, flying shaft deyiladi, o'tadi. Ikkinchisi ip yigirish vositasini ixtiro qiladi. Mana shu yigirish bilan to'qimachilik sanoatlashgandan keyin bitta odam qila oladigan ishni o'sha bitta apparat bemalol qilardi va u takomillashib 10 ta odamning ishini, 20 ta odamning ishini qiladigan bo'ldi va bu Britaniyani daromadi oshishiga, daromad oshgandan keyin askarlar yollash, kemalar qurish, bosqinchilik dunyoda gegemon bo'lishiga olib keldi. Buni asosida kashfiyotlar yotibdi. Qadimgi mato 7-asr bo'lishiga mumkin. Qo'lda to'qilgan endi paytda. Umuman 19-asrgacha bizda hanuz qo'lda bajarilgan. Bizga islom kirib kelguncha madaniyatimiz bir qismi edi. Shuning uchun ko'p ko'rasizlar. Tuya shakli, hayvonlar ham ko'p ishlangan. Mana inson, ayol kishi bo'ladi, erkak kishi bo'ladi.
Bu ham matomi? Man bitta narsaga juda afsus qildim. Topilgan joyda o'z holicha saqlanmagan ekan. Uni kesib olishgan ekan. Ha. Bir marta emas, bir necha marta ko'chirilgan ekan bu. Hozirgi vaqtda Samarqandda turibdi. Bu to'rtburchak qilishgan. Haligi Afrosiyo muzeyida pastki qismida ko'rasizlar. Shu yerda ham sezsa bo'ladi, mana qismlari bor. Ko'ringlar, to'rtburchak buni aralab kesib olib kelib o'rnatishgan. Sifatiga ta'sir qilgan. Degan bor. Soqilida saroy devori mana shuncha bo'lsa, mana shuncha qismida rasmni o'zi. Mana bu yerda ham rasm bo'lgan. Bu saroy yoqib yuborilganda kuyib ketgan. Mana bu qismi haligi ko'l buzilgan narsalar tushib to'lib qolgandan keyin saqlanib qolgan. Yer tedi qolgani uchun vaqt kelib mana ochildi, topildi. O'sha qismi bu. Kamerasi bu yerda. Mana bu yerda turasizlar. 2-3 ta odam tursa ham bo'ladi, bemalol yonma-yon. Qani bir kishidan turaylik. 4 kishi tursanglar ham bo'ladi. Bemalol hammanglar turaveringlar. Qani turinglarchi? Ha, suraling, mamiga sizsiz bo'ldi. Hozir mana buni hamma kameraga qarab turasizlar. Hozir oladi. Suyuqlik yordamida o'sha so'g'it matosida tasvirlaydi. Mana bu qo'limiz. Chunki men bitta odamdan yoqib turdi. Salommi rost? Jo'natish bor ekan. Ha, jo'natish bor. Pochtani yozasiz. Elektron pochtami? Ha, jo'natib oladi. Xudo rasmini yozasiz. Zo'rga qo'yishibdi o'zi. O'rtada sizmi boshqa jo'q edi? Boshlayam. Bosavering. Bu yonib turganga. 5. Tayyor bo'lsang ko'p bos. Qaysi? Yoqalisi, acha yoqalisi. Ashimisi? Sevib turadi bu ham menimcha. Bu unaqa qozoqlarniki. So'q tik ekanda. Yo'q, material qarang, material. Men bu naqshlab men bu kiyimini naqshman. Yo'q, tikilishi bor-ku. Anaqa. Buni ham jo'natib qo'ysalar? Yo'q. O'zingga o'xshamay qolding. Ro'molimga nimaga tegdi bular? Janubiy hududda haqida Yunon, arab, fors manbalari yozadi. Endi Toshkent, Farg'ona shimolda, sharqiy tomonda bo'lgani uchun Yunonlar yozishmagan. Rimliklar ham, chunki bu yergacha yetib kelmaganda ular. Shuning uchun bu manbalar haqida Xitoydan o'qiymiz. Xitoyliklar Xorazm haqida ko'p yozmaydi. Nimaga deganda uzoqroq ularga. Farg'ona deyarli qo'shni bo'lgan. Shuning uchun Farg'onani ular Da Yuan deb atagan, tog'lar orasidagi vodiy deydi. Argona so'zi shu ma'noni beradi. Chunki o'sha paytda Argona deyishganda tog'lar orasidagi vodiy deb tarjima qilinadi, ular o'zini tilida yozgan. Manbada bitta muammo borki, manbashunoslikda har bir muallif yoki o'sha millatga tegishli tarixchi o'zini qarashidan kelib chiqib yozavergan, o'zi mafkurasi ta'sirida. Shuning uchun xitoyliklar ham shunaqa yozavergan. Ayni o'zini talaffuzida bermagan. Lekin meni fikrimcha bu Farg'ona deyilgan, shu tog' orasidagi vodiy. Keyinchalik arablar kirib kelganda bularda P tovushi yo'q, G yo'q, Farg'ona bo'lib o'zgargan. Hozirgacha Farg'ona deyiladi. Va ular bizning otlarimizga juda ham ishqiboz bo'lishgan, tez chopar ekan, go'yoki qanoti bor mavjudotni uchar ekan deyishgan. Shuning uchun ham otlarni olish uchun keladi va jang bo'ladi. Miloddan avvalgi 104-yil. O'shanda
xitoyliklar g'alaba qozongandan keyin ko'plab otlarni olib ketadi. Quyasida biroq o'tirib ketgan bo'ladi. Qaranglar, mana biz qancha uzoq masofada turibmiz, lekin bizda qanotli ot tasvirlanyapti. Bu balki o'sha Meroj voqeasidan oldin yaratilgandir, bilmadim. Bizda teridan bo'lgan va ashyolar ham bor. Kichkina bolalar. İpakdan Choch sivilizatsiyasi. tangalarimizda inson qiyofasi bo'lgan. Teri toraganda. Qo'llar kichkina bo'lmaganda odamlar. İpak adashmasam, narigi teri, bunisi ipak. Hasan, kichkina bo'lmagan bo'lsa kerak. Shunchaki Yo'q, bu hozir bolalarga yili o't tushgan sayin Shunaqa bo'lsa kerak, u payt naborot katta bo'lgan. Oldingi odamlar katta bo'lgan deyishadi-yu, bu ham bo'lgan deyishadi. Medal yo'llar, tamg'alar. Tamg'aga ega bo'lish bu hukmronlik ramzi ham hisoblanadi. Davlatchilik belgilaridir. Birinchisi yondiruvchi narsa uglerod, kislorod kerak, issiqlik kerak. Mana hozir mana ham yonadi. Kislorod bor, lekin bu yerda issiqlik yo'q, shuning uchun bu yonmayapti. O'chog'i ham tashilsiz, issig'i bor, yonimda bor, lekin kislorod berish kerak. Oila lekin o'sha paytda shunga Ha, aqli yetgan. Endi temir eritilgan ekan. Endi bizda asker qilichlari deydi. Zanglaminga qo'lib tashlangan Damashq oborib sotilgan, Damashqdan dunyoga tarqagan. Haligi Damashq po'lati degan asli bizda ham tayyorlangan. Bilib olinglar. Misol uchun Dubaydan keldi degani Dubay ishlab chiqarildi degani emas. Uni Andijon tayyorlaganmi, Namanganmi? Asker hozir Namanganda. Ha, Namangan. Tepa qo'rg'on. Qilich ishlab chiqarilyaptimi shunda? Po'latmi shunaqa deyilarmidi? Keyin shaharlarning yuzaga kelishi ikkita joy yaqinida bo'lgan. Marbuxor, Ko'mir, bizda Olmaliq bor. Ko'rib? Shular yonida. qamqa. Qayerdan tushgan bu yerdan? Ha, o'zingizga qoladi, u borib tegadigan. Oo. Bu yog'ini Nima bo'ldimi? Ha, bo'ldi, unga otildi. Ha, ko'rmayapti. O'zingiz ichkariga qarang-da. Ichkariga qaraysiz. Qani qarangchi. Ko'rinadi. Oddiy o'q chiqadi. Agar Siz mayli ishlayotgan bo'lsa. keltirib kelsang. Nima qilamiz? Chiqdimi? o'g'irligini. Endi-chi. Qanday qo'ymayman. Endi bu panorama kino zalimiz. Eng zo'r joyi bu. Bitta ko'ringlar. Bo'ladimi o'ziga? Bemalol kirishinglar mumkin. Ovoz ochiq ekan bu faqat. Yo'q, yo'q, o'zi qo'ygani ko'riladi. Voy. Aylanib ketadi. Joylar bor. Hozir ovozi ochiq ekan. Gapirib beradi. Biza cho'tka olavering. Sizga mayli bo'lgan? Nima bu? Ana video chiqqanda ko'rgan ko'rgan. Bormi o'zi? O'sha asfaltda bo'lgan bo'ladi-ku. Ha. Sizga mayli Mana bo'lgan? shu ekan. Telefoningiz iPhone? Nega yana kichkina o'tibchi? Yozadi. Chizadigan. Bitta zvuk ham bo'ladi-da, yomonchi. Ovoz bo'lishi kerak edi. Endi bizga ham ochilmagan. Zo'ra. Ana Farg'onaning otlari bo'lsa kerak. Tarix
o'sha hozirgi anavi narsalar jamlovchi filmlar bo'ladi. Siz ko'rgan narsalaringiz. sayohatlar ham borda, qaysi nima qiladi? Hali islom bilimi ham o'qitamiz. Ayoldan eskalatorga o'xshagan. Ha, 5D bo'ldi. Bizda u qo'yilmadi. Lekin anaqa 3-renessans qismida bor. Ay xudo. Qaysi teleskopga o'xshagan narsa tomosha qilsa bo'ladi. Hozir boramiz. bo'ldi. Yuraylik. Ketmasin. Bu yerda asarlar. Yine nafes aldım. Yo'q, qolmas. Imom Buxoriyning. Turli inson tasviri yo'qoldida arabcha xatlar o'rin oldi. Shuning uchun bir idish topganda arabcha bo'lsa, demak bu islomdan keyingi davr ekanini taxmin qilsa bo'ladi. Muhammad alayhissalomning tarixlarini yozganlar. Mana shu kitob ham bu yerda turibdi. Zoldu termiz. 120 ta. Bilan masada madad qilarkan. Shuning uchun git qo'yilgan. Sekin shu 6ta vitrinada ko'rishimiz mumkin. 3tasi bu tomonda, 3tasi narigi tomonda. Orada libos, qozon va yana boshqa buyumlarni ko'rib Ay ketamiz. chiqsa bo'ladi. Bo'ladi, zinasi bu yog'i. Hozir bunda ko'ramizda. Agar ko'rib zinalarni ko'ramiz. Beruniy tomonidan globus ishlangan. Mana shu globus. Shu teshuv qilib ishlanganlar hozir ko'ramiz. Tutatib qo'yilgan. Vaqt Yaqinda bitchi kerak bu yo'q. Yaqinda bitdi. Bir namoz o'qishga chiqdi mana shu yerda. O'sha vaqtda uni meridianlarni ham o'lchashgan. Manimcha qo'l bilan tegmaslik uchun qizil bilan bundoq yopib chiqishdik. Xaritalar bosib qo'yilgan. Yoshlarida Somalilardan bo'lgan hammalar davolaganlar uchun imkoniyatlari ko'payib ketgan. Xonalar foydalanganlar. Tabib bo'lishlariga sabablardan biri akasi vafot etadi. Tug'ishgan akasi bo'lmasa ham shu amakivachcha deyiladi ma'lumotlarda. Sirda chiqadi, tabibjon qilishardi. Tabib buni qo'liga olib chiqib, qo'lga solasizlar deydi. Issig'i tushadi deydi. Sino yo'q qo'yinglar, bunaqa qilmaylik deydi. Tabib gapiryapti, sanjiyapti, yosh bola mana shu narsani olib chiqib suvga solishardi. Bola vafot etadi. Shu juda qattiq ta'sir qilgan. Men katta bo'lsam tabib bo'laman, odamlar davolayman degan fikr bo'lgan. Va shu maqsadda hech qachon to'xtamagan. O'z ko'pchilik ham nimagadir erishsa, qachondir qattiq ta'sir qilgan voqea bo'ladi. Buni kutib o'tirish shart emas deb o'ylayman. Tarixdan qidirish mumkin, adabiyotlardan o'qish mumkin.
asosiysi odamda iroda yetishsa, o'shalar erishgan natijaga erishish mumkin. Men o'zim aslida musiqa sozi bilasizlar, hozir odamlar shahar yozganlar. Ideal shahar bo'lman, komil inson qanday bo'lishi kerak, qoyil qolish kerak. Buni kimdir maqtab asar yozish mumkin edi, she'r yozish mumkin edi, yoki shunchaki bir tarix yozish mumkin edi, lekin bu odam jamiyatni isloh qilish uchun o'zini qarashlarini ifoda qilgan. Baytul hikmat. Qarasa biza mana chiroyli qizlar o'tiramiz. Bu vakuum ichida qizlar ekan-da. Ochilib bo'lsa sira chiqib ketar ekan. Maktublari bor, nusxa. Masalan, Bizantiya imperatoriga jo'natgan mana bu tomon. Kisroga jo'natganlar, Etiopiyaga. Bu ma'nosi islom diniga kirib keldi, men elchiman, da'vat etaman. Mana shu to'g'ri yo'l. Agarda buni qabul qilmasdan xalqingni ham bunga da'vat etmasang, xalqingning oxiratdagi javobgarligi sening bo'yningga tushadi degan ma'no yozdirilgan. O'zlari yozmaganlar. Jo'nashgan xalqimizga. Bu yerda yana bitta kitoblar bor. Agar bilmasangiz ko'rib ketasiz. Pastki qismida turibdi. Endi sivilizatsiya markazidagi hamma narsa ham shu yerda doim qolmaydi. Ma'lum vaqtga unda turgan. Mana bunda karbon qo'shni tashib olib kelishgan. Sezmagan ketdingiz. Shunday keladi. O'sha paytda ham sevgi. Основой одного из двух крупнейших богословских направлений в исламе – матуридизма. Это восточное возрождение распространилось по древним городам Самарканд, Бухара, Мер, Уня-Ургенч, Термес, Хатлон, Бадахшан, Фергана, Узген, Адра, Яссы и других. В этот период государственность, наука, культура и искусство достигли невиданного расцвета. В то время как в разных уголках мира продолжались инквизиции, разрушительные войны, царили невежество и отсталость, в Центральной Азии процветали наука, просвещение, созидание, искусство и культура. В Доме мудрости Байт аль-Хикма, основанном в столице аббасидского халифата Багдаде, наши соотечественники совершили великие открытия. Руководивший Багдадской академией выдающийся ученый Мухаммад Харазми заложил основу десятичной числовой системы в исламском мире. Его труд Аль-Джабр валь-Мукаббала стал фундаментом науки алгебры. Абу Наср Фараби, написавший комментарии к сочинениям древнегреческих философов, особенно Аристотеля, получил почетное звание.
ancha vayron bo'lgan bu joy. Ishlangan. Kuy bor. Masalan, mana bu baland joy. Sizlar Mahokan torda zinadan tushadigan joyi bor. Sizlar haligi masjidni past qavatiga tushasiz. Masjid deganida ta'lim ham bo'lgan. Shu mayda qilib. Antropologiyani o'rgangan, psixologiya, O'sha haqiqatga yaqinroq o'rganasizmi? haqiqatga yaqinroq. Amirga ko'ra xarakteri baribir yuzida ifoda etish kerak-ku. Shuning uchun psixologiya o'rgangan. Sulton Qizim Alisher Navoiy maktabida qizim. Afsuski, shu Amir Temur oltin tangasi chiroq. Katta bo'lgan shunaqa. Ahmad Yassaviy katta bo'lgan. maqbarasi. Va undan keyin bu yerda mana Yevropada nashr qilingan kitoblar. Sharofiddin Al-Yazdiyning Zafarnoma asari tarjimasi. Voy, mama degan zo'r ekan. Charles Sanders, mana boshqa odamlar, Temur hujjatlari, mana bu juda ham yengil, o'zim ko'targanman, shunaqa yukda. Butun turibdi, ko'rsatmasin. Va Temuriylar davridan matolar juda kam saqlanib qolgan, ko'ringlar mana. Temuriylar davridagimi? Tushganda buni yaqinda Buni yozuvi bilan mana bu bir xil keladi. Amir Temur davrida xuddi o'sha kattalikda Qur'on bo'lgan, bobomiz o'qiganlar. O'sha Qur'ondan faqat shuncha parcha saqlanib bizga yetib kelgan. Bu qachon yozilgan bu? O'sha hisobda 14-15 deyishdi. 15 boshida. 2000. Yo'q. bu qachon yozilgan? Bu yengil. O'sha sivilizatsiya Mana shuni so'rayapman-da meni. so'radi. Ulug'tog' bitik ekan. O'zida bundan chiroylisi bor, suratda ishlangan, oltin suv yurgizilgan. Qilichni hozir ko'rasizlar. Bu eng oddiy qilichlarimiz. Endi yozma manbalarda hammasi ham bizda kitob emas. Farmonlar bor, maktub, nasabnomalar bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana sekin-sekin. Vaqt haqida Amir Temur muhri bosilgan buyruq bor. O'sha paytda kimgadir yer bermoqchi bo'lsa, albatta hujjatni tasdiqlashgan. Oldi sotda ham hujjat bilan bo'lgan, hech qachon og'zaki kelishuv bilan bo'lmagan. Mana Hamma hattoki nikoh bitimlari ham shartnoma qilingan ekan. Bizlar o'risat ongida buni og'zaki ijoba qabul mahr berib ketavergan deydi. Endi hozir bitta ish qilishmoqchi, sotadi yoki borib o'tirmaydi, ondan tasdiq qo'yib qoladi. O'shalarni ketmoqchi bo'ldi. Nima yapasınız? O'rniga boran qilingan edi. Yo'q, buni mana burchak yuradi o'qitlar. 3-da turadi. Voy, yurasi og'ir ekan. Ham bezak elementlarni qo'shishgan. Bu ot bezaklar. Ot bezaklarniki. Ha, peshonasi. Keyin miniatyuralarni ko'rsak, haligi shahzoda, hukmdorlar ajdar bilan olishayotgan bo'ladi, sher bilan olishadi-yu. Qadimgi varaqcha degan bor, sher bilan olishadi. Afrosiyobda ham haligi fil ustida o'tiradi, qanaqangi qoplonga tashlanadi.
mani fikrimcha ular o'zini legitimligini ko'rsatish uchun boshqalardan ko'ra man qudratliman, taxt o'tirishga loyiqman deyish uchun ham o'zini qudratini ko'rsatadigan qanaqadir o'sha tasviriy san'at asarlariga buyurtma bergan. Rostdan ham ovulaga chiqqan, o'sha she'rlarni ovlashgan, lekin u tasvirni ko'rsanglar undan ham hayajonli. Bu tarix sal o'zgartirib yozilgan. Chiroyliga qarang. Men G'iyosiddin Tarxon qizi Gavhar Shodbegim, sohibqironning kelini, Shohrux Mirzoning sevikli ayoli, Mirzo Ulug'bekning onasiman. Mening qismatimda ham turli yaxshi, yomon kunlar bitildi. Davlat ishlarida Mirzomga qo'limdan kelgunicha yordam berdim. Masjid va madrasalar, ko'prik va shifoxonalar qurdirdim. El yurtga foydam tegishi uchun o'z moli davlatimni ham ayamadim. Bugun oradan asrlar o'tsa-da, biz qurdirgan binolar savlat to'kib turibdi. O'g'lim Ulug'bekning jahonshumul shuhrati ham yulduzdek porlamoqda. Siz ham millat uchun boringizni ayamang. Iqtidorli farzandlarni voyaga yetkazing. Tarix sizni unutmaydi. Masalan 1908 buni osti topib U juda katta bo'lgan ekan, bizga faqat ketgan ekanda, tepasi buzilib ketgan. ha bitta tagi bor, shu yo'q bo'lib ketgan ekanda. Bunday sinasi bunday. Mana uni. Ha, o'shanisi. Shuncha katta bo'lgan ekanda. Hali kuchli narsalar bor. Zamonda bitta o'zgarish qilgan. Yulduzlarga qarab turib, yerdagi joylar topiladi. Izlari ham bor, hozir bu yerda tasvirlanmagan, lekin haqiqiysini borib ko'rsanglar, tramvay yo'liga o'xshagan iz bor. O'shanda g'ildirab turgan, o'q bo'lgan, o'q ustiga teleskopni o'rnatishgan. Tepasi ham o'q bilan qotirilgan. O'shanda bundoq tushirganda tik holatda turgan, bundoq surgan vaqtida bu tomonga qiya bo'lib kelgan. Yulduzlarni ko'rish uchun ishlatishgan. Va bu janub, bu tarafi shimol. Demak, ular osmonni janubiy yarim sharindagi yulduzlarni kuzatishgan. Lekin zich asarini ko'rsanglar, shimoliy yarim shardagi yulduzlarning joylashuvi daqiqalar haqida ma'lumot bor. Buning uchun bu teleskop mana bu tomonga ham kelishi kerak edi. Shuning uchun taxmin qilish mumkin, mana bu balkim davomi bo'lgandir. Bunday yarim oy bo'lgan. Joydagi kuzatuvni ularga qo'shib qo'ygandir. Mayda bo'lsa ham Nargiza ham o'sha kuni 3 ta kiyib berdi, sizdan? Ha. Hozirlarga yaqinlashadi. Shuning uchun bu ayol uylanganlar endi. Nechta odam o'ldirilgan? Tillasi, toshi. Jangda ishlatilmagan bo'lishi mumkin. Odatda sovg'a qilinadi, olib borib osib qo'yiladi. Lekin o'sha jang paytida Jangdagilar mana boshqacharoq, og'irroq. qimmatbaho toshi bo'ladi, lekin mustahkamroq bo'ladi. Mana nefritda sim ketishi mumkin. Mustahkamroq bo'ladi. Bu haqiqiysimi? Bu haqiqiy. Sultonlarga aslo ish bo'lmagan. Suyakdan ishlangan astrolar. To'g'ri tasviri ham bor, gullar ham bor, boshqa mavjudotlar ham bor. Yaqinlab ko'rinadi mana shu taklar.
Qo'qonxonligi, Xivaxonligi, Qoraqalpoqlar. Tamam. Bizada ko'p ko'ylak bo'linadi. Men buni asosan qizlar to'y bo'ladi-ku. Uzatlayotganda o'sha qiladigan. Yana ko'p ko'ylakning eng narsanasi qizlar yoshligidan o'zlari tikib, mana turmushga chiqqanda o'zi qiladigan bo'lgan. Buni faqat boylarning qizlari chunki naqshlarini necha yil davomida qiladigan. Men buni sovkaga dedi boshidagi. Ko'p ko'ylak mana buni nima Ularni kiyimini, bezagi, ranglari yoshni ham bildirgan. Va anaqa hozir bitta fakt tarixdan olib keladida o'zini o'sha nasl nasabidan gapiradi. Bu ham legitimlikda, endi biz haqiqatda lekin tarixiy asar qoldi. Uchun tarixiy egallarda odatda chetki qismida oq rangni ko'rasizlar. Bu ham anaqalarga katta zadagonlar egallar. Podshohdan tashqari Fil suyak.
Kelinglar.